Lacey Fletcher tirikligida 12 yil davomida divanda chirib yotgan holda qoldirilgan. 2022-yil 3-yanvar kuni taxminan soat 2lar atrofida Laceyning onasi Shayla 911 raqamiga qo'ng'iroq qilib, qizining nafas olishi to'xtaganini haqida xabar qiladi. Rasmiylar voqea joyiga yetib kelishganida manzara nihoyatda dahshatli edi. Ular ko'rgan narsalardan shu qadar larzaga tushadiki, darhol sud tibbiy eksperti doktor Yul Bikamni chaqirishadi. U kelganida hayoti davomida juda ko'p o'limlarni ko'rganini, lekin bu holat u ko'rgan eng yomon manzara ekanini aytadi. U jurnalistga shunday degan: "Ko'rganlardan shunchalik larzaga tushganki, hatto 30 yil davomida shifokor bo'lib ishlaganiga qaramay, bundan keyin bir hafta davomida ovqat yeya olmagan, uxla olmagan." U shuningdek shunday deydi: "Men eshikni ochdim, uyga kirdim. Juda kuchli hid bor edi. Nafasingizni ushlab turishning iloji yo'q edi. Shahar sherifi ham shunday degandi. Men 6 yildan beri sherifman va shuncha paytdan beri juda ko'p narsalarni ko'rdim, lekin bu manzara bu eng yomoni edi." Ha oilam, bugun eng ayanchli voqea haqida video bo'ladi. Undan oldin sizlar meni mehnatimni qo'llab-quvvatlash uchun mana shu videoga bitta like va kommentariy yozib qo'ying. Bu men uchun juda katta yordam. Demak, miyangizga qolgan rejimni yoqing uchun koinotda bu videoni ko'rishga hech kim xalaqit bermaydi. Bu voqea Luiziana shtatidagi Slaughter nomli juda kichik shaharchada bo'lib o'tgan. Bu yerda Fletcher oilasi yashardi. Shaharda 1000 kishidan kam aholi bo'lgani uchun hamma bir-birini tanirdi. Lacey Fletcher aynan shu yerda 1985-yil 25-noyabr kuni tug'ilgan. Uning ota-onasi Clay va Shayla Fletcher edi. Clay notijorat Baton Rouge C kompaniyasining rasmiy vakili bo'lib ishlagan. U ancha hurmatga sazovor odam bo'lgan va ko'plab katta-katta yig'ilishlarda qatnashgan. Onasi Shayla esa shaharda tanilgan yoshi katta, u ham hurmatga sazovor ayol bo'lib, shahar prokurorining yordamchisi lavozimida ishlagan. Shu sababli tashqi tomondan qaraganda Fletcherlar mutlaqo oddiy va hurmatli oila bo'lib ko'rinardi. Shayla va Clay jamoatchilikdagi obro'larini juda qadrlashardi. Ular jamiyat ichidagi munosabatlarni, do'stliklarni asrab-avaylashardi. Ular jamiyatning tayanch ustunlar sifatida ko'rilardi. Har yakshanba kuni muntazam qatnaydigan mahalliy cherkov ham ular hayotining muhim bir qismi edi. Lacey 9 yoshga to'lganida oila 2 qavatli uyga ko'chib o'tdi va ular juda tez o'sha jamiyatda o'z o'rnini topishdi. Mahallada ko'plab do'stlar orttirishdi. Lacey esa ko'chadagi deyarli barcha bolalar bilan do'stlashib ketdi. U shu shahardagi Bromfields Baptist maktabida o'qigan. Uni aqlli va xushchaqchaq qiz sifatida ta'riflashardi. Lacey gitara musiqasini yaxshi ko'rardi. U voleybol o'ynashni yoqtirardi va maktabning voleybol jamoasida bo'lgan. Do'stlari bilan vaqt o'tkazmaganda u qo'shiq tinglardi yoki Disney filmlarini tomosha qilardi. U Disney filmlarini juda yaxshi ko'rgan, ammo yoshligidan unda jiddiy ijtimoiy xavotir va autizm aniqlangan edi. Bu holat vaqt o'tishi bilan tobora og'irlashib bordi. Dastlabki yillarda Lacey juda ochiqko'ngil, iliq, mehmondo'st qiz edi. U juda oson do'st orttirardi. Masalan, yangi joyga ko'chib kelganida u darrov ko'chadagi barcha bolalar bilan do'stlashib olardi. Lekin taxminan 14 yoshlarida uning ahvoli keskin o'zgara boshladi. Ijtimoiy xavotiri kuchaygani sababli uni uyda o'qitishga majbur bo'lishdi. Ba'zi xabarlarda u o'rta maktabda masxara qilingani uchun ham uyda o'qitilgani aytiladi. Lacey sho'x, juda ko'p gapiradigan qiz bo'lgan, ammo u 9-sinfda uyda ta'lim olishni boshlaganida hamma narsa butunlay o'zgardi. U keskin o'zgardi va vaziyat uning uchun yanada og'irlashdi. O'sha paytda u deyarli gapira olmaydigan holatda edi. Laceyni ilgari bilgan odamlar endi uning bu yangi holati bilan yuzma-yuz kelishlari kerak edi. Chunki u avvalgi ochiq, do'stona, quvnoq qizdan yakkalanib qolgan yolg'iz insonga aylangan edi. Go'yo u avvalgi o'zining faqat soyasi edi. Uyda ta'lim boshlangandan keyin u juda kamdan-kam hollarda uydan chiqardi. U asosan dunyodan yashiringan edi va natijada ko'plab do'stlarini yo'qotdi. Uni bolaligidan bilgan yana bir kishi bu holat haqida shunday degan: "U boshqacha bo'lib qoldi. U boshqa bolalar qiziqadigan narsalarga qaramasdi. Men uni taxminan 15 yil oldin xuddi otamni yo'qotgandek yo'qotdim. Men o'zimni uning yaqin do'sti deb ayta olmayman. Ba'zida u mening ukam bilan vaqt o'tkazardi, lekin u o'z yoshidagi bolalardan mutlaqo farq qilardi. Men uning odatiy o'smir emasligini bilardim. U aqlli edi, juda aqlli. Lekin eng to'g'ri ta'rif shuki, u biz kabi yetuk emasdi. U hali ham bolalarga xos narsalarni yoqtirardi. U 17-18 yoshlarda ham Disney filmlari va gitaraga qiziqardi. U ba'zida bizni Disney filmlarini tomosha qilishga taklif qilardi. Lekin ochig'i, bu mening qiziqishim emasdi. Men 18 yoshda edim va men mototsikllarda yurardim." Hayotidagi bu katta o'zgarishlarga qaramay, Laceyning hali ham do'stlari bor edi. U hanuz odamlarni uyiga Disney filmlarini tomosha qilishga taklif qilardi. U kamdan-kam uydan chiqsa ham butunlay tashqi olamdan uzilib qolmagan edi. U mashqlar qilib turgan, ota-onasi ham unga maksimal darajada yordam berayotgandek edi. Keyin Lacey ulg'aydi va 20 yoshga kirdi.
Aynan shu davr uning ahvoli eng yomon nuqtaga yetgan payt edi. Bu davrda nima bo'lgani haqida bir-biriga zid nazariyalar mavjud, shuning uchun men ikkala holatni ham aytib o'taman. Ba'zi manbalarda Leysi noyob nevrologik kasallikdan aziyat chekkan deyiladi. Bu shunday holatki, miyangiz ishlaydi, siz atrofingizni to'liq anglaysiz, hamma narsadan xabardorsiz, lekin tanangiz ishlamaydi. Siz harakatlana olmaysiz. Oyoq-qo'llaringizni qimirlata olmaysiz. Siz shunchaki o'tirib, hamma narsani sezib turasiz, lekin hech narsa qila olmaysiz. Tanangiz sizga bo'ysunmaydi. Ammo buning boshqa tomoni ham bor. Sud tibbiy eksperti bu da'voga ishonmaydi. Uning aytishicha, Leysiga rasman qo'yilgan yagona tashxis bu ijtimoiy xavotir va og'ir autizm. Tamom, mana shu uning tashxisi bo'lgan. Bu juda g'alati vaziyat. U yashagan, nafas olgan va hojatini chiqargan. Va eng qizig'i, buni bitta divanda amalga oshirgan. Va o'sha divanda 12 yil qolib ketgan. Menda bu divanni va qizni rasmi bor. Buni Telegram kanalda bemalol o'tib ko'rishingiz mumkin. Telegram havolasi kommentariyada bo'ladi. Leysi 21 yoshga to'lganda u uydan tashqarida oxirgi marta ko'rilgan. Qo'shnilardan biri 56 yoshli Robert Blaze bir axborot agentligiga shunday degan. U Leysini ota-onasining uyi tashqarisida yo'lakda mashq qilayotganini ko'rgan. Aytganimdek, u 21 yoshda edi va shundan keyin u boshqa hech qachon qaytib ko'rilmagan. Robertning aytishicha, oradan yillar o'tgach, u Leysining otasi Clay bilan gaplashib, undan qizi haqida so'ragan. Men Leysini juda uzoq vaqtdan beri ko'rmaganim uchun Claydan so'radim. Aslida u turmushga chiqib, boshqa joyga ko'chib ketgan bo'lsa kerak deb o'ylagandim. Men undan Leysi qayerda? Uning ishlari qalay? U ko'chib ketdimi? Kollejga bordimi yoki u bilan nima sodir bo'ldi deb so'radim. Clay esa shunday javob berdi. Yo'q, u hali ham shu yerda. Uning ahvoli yaxshi. Va shundan keyin Clay mavzuni o'zgartirib yuborgan. U nega Leysi ko'chaga chiqmayotganini tushuntirmagan. Robert esa shunchaki uning so'ziga ishongan. Ularning uyida aslida nima bo'layotgani haqida mutlaqo hech qanday shubha bo'lmagan. Hech qanday ogohlantiruvchi belgi yo'q edi, hech narsa yo'q edi. Va menimcha, bu ishni shunchalik aql bovar qilmas qiladigan narsa ham shu. Leysi deyarli 15 yil davomida bedarak yo'qolgan. U 21 yoshida oxirgi marta ko'rilgan va 36 yoshigacha uni ota-onasidan boshqa hech kim ko'rmagan. Va bilasizmi, uning ota-onasi obro'li fuqarolar edi. Ular jamiyatning ustunlari hisoblanardi. Hech kim hech narsadan shubhalanmadi. Hech kim Leysi qayerda deb jiddiy savol bermadi, balki shunchaki so'rashgan bo'lishi mumkin. Lekin bu shunchaki oddiy darajada bo'lgan. Hech kim u yerda nimadir dahshatli narsa bo'layotganini yoki u butun shu vaqt davomida ota-onasining divanida chirib yotganini tasavvur ham qilmagan. Hech kim buni shubha ostiga olmagan. Hech kim nega uni ko'rmayotganliklarini so'ramagan. Chunki bu odamlar Sheyla va Clay. Bunday ish qilishlari mumkin emas. Yoki odamlar shunchaki o'zlarining kichkina shaharchasida, jamiyatda hurmatga ega oilada bunday narsa bo'lishini tasavvur ham qilishmagan. Albatta, 2022-yil 3-yanvar kuni Leysining onasi Sheyla 911 raqamiga qo'ng'iroq qilib, 36 yoshli qizi Leysining nafas olishi to'xtaganini xabar qilmaguncha hech kim buni kutmagan edi. Rasmiylar bu qo'ng'iroqni qabul qilgach, ular uyga borishdi. Ular Leysini chirigan jasadini Sheyla va Clayning oilaviy divanida topishdi. Sud tibbiy eksperti uning terisi divanga singib ketganini ta'kidladi. Leysi bu divanda shu qadar uzoq vaqt yotgan ediki, u deyarli divanning bir qismiga aylangandek edi. Topilgan dalillarga asoslanib, sud tibbiy ekspertiza idorasi shunday xulosaga keldi. Parchalanish, jarohatlar va umumiy holat mantiqan to'g'ri bo'lishi uchun Leysi kamida 12 yil davomida o'sha divanda yotgan bo'lishi kerak. Uning o'lim sababi esa kamida 2010-yildan beri davom etib kelgan beparvolik. Lekin ekspertlar qizni oxirgi marta qachon bu divandan turganini aniqlay olishmadi. Bu surunkali to'yib ovqatlanmaslik, o'tkir ochlik, harakatsizlik, og'ir yaralar, suyak infeksiyasi. Shuningdek, Leysi 911 raqamiga qo'ng'iroq qilishidan 1-2 kun oldin vafot etgani aniqlangan. Shu sababli uning o'limi rasman qotillik deb baholangan. Uning oyoqlari butunlay qizarib ketgan edi. Oyoqlarida suyagigacha yetib borgan chuqur yaralar bor edi. Oyoqlari ostidagi va divanning yostiqchalari ham yemirilgan edi. Yillar davomida to'planib qolgan peshob va najas tufayli bu shunchaki divan emasligini, bu shunchaki uxlaydigan joy emasligini, balki u butun shu vaqt davomida hojatini ham shu yerda bajarganini ko'rsatardi. Bu manzara nihoyatda jirkanch edi. Ota-onasining bunga yo'l qo'ygani dahshatli edi. Qizlari bilan bunday holatga yo'l qo'yishlari jirkanchli holat. Leysi hayotining so'nggi daqiqalarini qimirlay olmagan holda, o'z axlati ichida o'tirib, och va suvsiz holda o'tkazgani, ehtimol bularning hammasini anglab turgani aniq edi. Uning tanasi ustida qurtlar va hasharotlar yurardi. Bu narsalar u tirikligida uni tanasini yemirishni boshlagan.
To'g'risi, men bunchalar jirkanch narsa haqida birinchi marta gapiryapman. Tasavvur qiling, u ota-onasi qo'lidan mana shunday qiynoqli va asta o'lim topgan. Bunday qiynoqli o'limni avvallari faqat xiyonat qilgan yo bo'lmasa aybini tan olish maqsadida ishlatishgan bo'lishi mumkin. Lekin bu qiz ota-onasi qo'lidan mana shunday qiynoqli o'lim topdi. Ha, buni tasavvur qilish qiyin, lekin bu haqiqat. Shunday qilib 12 yil davom etgan qiynoqlardan so'ng Leysi nihoyat ularning beparvoligi oqibatida vafot etdi. Va shundan keyingina ular 911 raqamiga qo'ng'iroq qilib, qizimiz nafas olishni to'xtatdi deyishdi. Va bu hammasi emas. Sheyla 911 raqamiga qo'ng'iroq qilganida, u hatto qizining yoshini ham ayta olmadi. U 3 marta noto'g'ri aytib, oxiri 31 yosh dedi. Bu ham noto'g'ri edi. Leysi vafot etganida 36 yoshda bo'lgan. Leysining o'limi bo'yicha tergov uning jasadi topilishi bilan darhol boshlandi. Albatta, tergovchilar hozircha uning taxminan 12 yil davomida o'sha divanda bo'lganini aytishmoqda, ammo aniq muddatni belgilash uchun yanada chuqurroq va intensiv tekshiruvlar talab etildi. Biz biladigan aniq narsa shuki, u 2022-yil 3-yanvar kuni onasi 911 raqamiga qo'ng'iroq qilganidan keyin topilgan. Sheyla va Clay dam olish kunlarida aylanishga ketishgandi. Bir necha kunga va yakshanba kuni kelib bu xabarni aytishdi. Endi tasavvur qiling. Qizi o'rnidan tura olmaydigan holatda qolsa-yu, ular hech kimga aytmasdan uydan ketib qolishsa. Hattoki uyda qolgan hayvonlarga ham rahmi kelib, odamlar qo'shnisiga, yaqinlariga qarab turishlarini tayinlab ketishadi. Bular esa o'z farzandlariga ham buni ravo ko'rishmadi. Xullas, qiz ular ketishidan oldinroq yoki keyin ochlikdan o'ldi. Bu holatda xuddi menda tug'ilganidek, sizda ham shunday savollar tug'iladi. Nega ular unga ertaroq yordam berishmadi? Agar o'zlari qaray olmasalar, nega boshqa birovni jalb qilishmadi? Axir nochor ahvolda bo'lgan insonlarga qarash uchun millionlab dollarlar ajratiladi. Nega uni maxsus parvarishlash joylariga topshirishmadi? Va eng muhim savol, ular bu ishda 100% aybdor edilar va nega birinchi bo'lib politsiyaga qo'ng'iroq qilishdi? Ma'lum bo'lishicha, ular 911 raqamiga qo'ng'iroq qilishga majbur bo'lishgan. Chunki qo'shnilardan biri axborot agentligiga shunday degan. Go'yoki boshqa bir qo'shni Leysini divanda achinarli holatda yotganini ko'rib qolgan va shu kashfiyotdan so'ng Sheyla politsiyaga qo'ng'iroq qilishga majbur bo'lgan. Bu qanchalik haqiqat ekanini bilmayman, lekin agar bu rost bo'lsa, demak ular 911 raqamiga qo'ng'iroq qilishni o'zlari tanlamagan, balki bunga majbur bo'lishgan. Va agar majbur qilinmaganlarida ehtimol bu sir hech qachon ochilmagan bo'lardi. Balki Leysining jasadi ham umuman topilmagan bo'lardi. Leysi Fletcherning jasadi topilganidan so'ng tergov darhol boshlandi. Dalillar shunchalik og'ir ediki, bu ish oddiy beparvolik emas, balki jinoyat darajasidagi e'tiborsizlik sifatida ko'rildi. 2022-yil 2-may kuni hakamlar hay'ati Sheyla va Clay Fletcher ustidan ish ochish uchun yetarli dalillar bor degan xulosaga keldi. Ular qizlari Leysining 2-darajali qotilligida ayblandi. Ertasi kuni 3-mayda ota-ona hibsga olindi. Ammo ko'pchilikni hayratga solgan narsa shuki, ular har biri $300,000 evaziga ozod qilindi. Ya'ni qizi 12 yil davomida divanda chirib o'lgan, uyda yashagan ota-ona esa ozodlikda. Lekin 2023-yil 19-iyunda ular yana qayta hibsga olindi va hakamlar hay'ati ularni yana aybladi. Sud jarayoni nihoyat 2024-yil mart oyida boshlandi. Sud davomida 11 nafar guvoh so'zga chiqdi. Tibbiy ekspertlar Leysining o'limi o'tkir va surunkali tibbiy beparvolik oqibati ekanini tasdiqladi. Ma'lum bo'lishicha, ota-onaga 2010-yilda Leysini shifoxonaga yotqizish tavsiya qilingan, lekin ular buni rad etishgan. Sheyla va Clay sudda uzoq vaqt davomida o'z ayblarini tan olmadi. Ular Leysining divanda qolishi o'z tanlovi bo'lgan deb da'vo qilishdi. Ammo jinoyat joyidagi dalillar, divanga singib ketgan tana, suyaklargacha yetgan yaralar, ochlik va suvsizlanish bu gaplarni butunlay inkor qildi. Sud oxirida eng muhim burilish yuz berdi. Oxirgi daqiqalarda Fletcherlar ayblarini tan oldi va sud hukmi o'qildi. Har biri 40 yildan qamoq jazosi. Shundan 20 yil shartli ravishda qisqartirilgan. Jazodan keyin 5 yil majburiy nazorat. Sheyla va Clay sudda pushaymonliklarini aytib yig'lashdi, lekin bu paytga kelib ancha kech edi. Siz bu voqea haqida qanday fikrdasiz? O'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Sizlarni yaxshi ko'raman, o'zingizni ehtiyot qilinglar. Hozircha xayr. Yo, listen up to my rhyme. About a man who's one of a kind. He's got swag and he's got style. Ladies love him with a smile. Mr. M, he's got that flow.